Assalomu alaykum hammaga. Tak, bizaga programma qildirib ketgan klientlarimizdan Chesney Otsiv mana EcoSport deb o'zi ko'p tilga olingan, lekin haqiqatdan ham ekonomishniy, lekin juda ham kuchli proshivka emas. Motorning ovozi past, ya'ni bo'g'ildi deb hech kim ayta olmaydi, hammani quvib o'tadi deb ham aytib bo'lmaydi. Zo'r yuradi, yaxshi yuradi. Shaxsan o'zimga ham yoqadi shu proshivka. Hozircha Cobalt bilan Gentra mexanika, Gentra avtomat, Cobalt mexanika, Cobalt avtomatga tayyor. Nexia 3 ga ham mexanikaga tayyor. Endi avtomati sinovdan o'tmadi hali. Tak, ko'rib chiqamiz mana. Kiramiz. Johan 009993 kiramiz mana. Biz avval yozishmaganmiz. Yaxshi zo'r yurdi deb tashadilar. Keyin точный пробегini tashlang dedim. Mana hozir ko'rib chiqamiz. Zapravka giratorma 360, почти 361 bo'ldi. Lekin o'chganim yo'q. Mana qizilda. Xudo xolasa. Yigirma gazim bayna. Yana 30 km yürüydü. 20 gazım bayı 30 km yürüse 360-390 selkem 400'ye varadı. Ya, Xudo xolasa. Ya. Shunday. Myaxki razgon programma 120-110 aydasangiz shunday bo'lib turibdi.